Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan multisimbol nomli robotimizni qanaqa qilib o'rnatish, risklarni qanaqa boshqarish, o'zi umuman bu robotda qanaqa logika va qanaqa strategiya bor, shular haqida qisqacha tushuntirish berib o'tamiz. Xo'p, ushbu robotimiz tavsiya beriladi valyutni paralada ishlatishga. Euro USD, Outcad, NZD-CAD, AutoNZD kabi valyutalarga ishlatishni tavsiya beramiz. Tillada ham albatta ishlatsa bo'ladi, lekin tillada risk juda yuqori bo'ladi. Shu sababdan faqat mana shu valyutalarda ishlatsak to'g'ri bo'ladi. Bu valyutalarni har biriga bemalol qo'ysak bo'ladi, ya'ni robot bir paytda o'zida bemalol 3 ta 4 ta valyutada ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, aningni robotni ishlatish uchun bu 100% avtomat robot. VPS server tavsiya beramiz. VPS serveringiz bo'lsa, o'shanga o'rnatib, ishlatib, robotni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Agar VPS server haqida tushunmagan yoki VPS serveringiz bo'lmasa, bemalol adminlarga murojaat qilsangiz, u bo'yicha ham yordam berishadi. Aningni robotni o'zini o'rnatib olganimizdan keyin valyuta, masalan, Euro USD valyutasiga qo'ymoqchimiz. Robot 1 soatlik time frame da ishlaydi. Kichkina time framelarda qo'ysangiz bo'ladi, lekin risk baland bo'ladi. Biza tavsiya beradigan valyutamiz 1 soatlik time frame Euro USD, Outcad, NZD-CAD, AutoNZD valyutalari. Robotni tashladik. Bu yoqda umuman robot haqida ma'lumotlar bor. Mana bu yoqda robotning asosiy parametr qismi bo'ladi. Xo'p, siz saytdan robotni skachat qilib olgan paytingizda litsenziya kaliti ham beriladi. Litsenziya kalitini xuddi mana shu joyiga kiritishingiz kerak bo'ladi. Litsenziya kalitini kiritganingizdan keyin bu yoqda robot parametrlari bor. Robot RSI indikatori orqali ishlaydi. RSI 1 soatlik time frame bo'yicha bozorni tahlil qiladi. Parametrlari mana shunaqa holatda turadi. Xo'p, distansiya bor, ya'ni bunda har bir orderni distansiya bo'yicha ochadi. Bu oddiy fix rayne distansiya emas. Bunda dinamik distansiya, smart distansiya qo'llanilgan. Shunaqa logikaki u, har bir сделкani orasi bir xil punktdan bo'lmaydi yoki bir xil pipsdan bo'lmaydi. Hammasi dinamik bo'ladi. Signalga qarab smart yechim qo'llaganmiz. Bu yoqda bo'lsa lot. Aynan mana shu lot orqali siz riskni bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, sizda $1000 balansingiz bor. Aynan shu $1000 balans uchun masalan 2.002 Euro USDga bir marta o'rnatasiz. Masalan, keyingi valyutangiz Outcad. Ikkita valyutaga qo'ysangiz 0.02 dan bu minimal risk va stabil daromad olish uchun yetarli hisoblanadi. Ortiqcha risk bo'lmaydi. O'sha paytda o'rtacha hisobda bemalol bir oyda 10%, 15% gacha ham daromad olsangiz bo'ladi. Bu bo'lsa martingale qismi. Martingale 1.3 turibdi. Bu eng yaxshi parametr deb hisoblayman martingale uchun. Atak kimlargadir yoqmasa bemalol o'zgartirib olishlaringiz mumkin. Hamma narsasini ochib qo'yganmiz. Keyingi qismi bo'lsa take profit. Bu hamma bilganday o'sha take profit qismi. Bu magic raqam, buni tegish shart emas. Bu shunchaki orderlarni ajratib olish uchun robot o'ziga raqam qilib belgilab oladi. Har bir orderni belgilab olish uchun kerak bo'ladi. Bunisi informatsion tabloni ko'rsatmaslik haqidagi joyi qismi hisoblanadi. Buni bemalol false qilsangiz informatsion tablo ko'rinmaydi. Agar true qilsangiz ko'rinadi. Bu vaqt filtrlari. Bu vaqt filtrlari nima uchun kerak? Masalan, biza 24 soat bo'lsa bozor deylik. 10 soat ishlashini xohlaymiz robot. Bemalol mana shu 10 soatni bu yoqda kiritib qo'ysak bo'ladi. Masalan, ertalab soat 10 dan ishni boshlasin, kechki payt soat 3 gacha, obeddan keyin 3 gacha ishlasin, masalan. Shunga o'xshagan time filtrlarni bemalol kiritib olsalaringiz bo'ladi. Hozir biza 24 soat ishlaydigan qilib qo'yganmiz buni. Xo'p, bo'lin parametr bilan tanishib chiqqanimizdan keyin robot okey deb bossak, mana robot ishga tushdi. Bu yoqda mana o'sha informatsion tablosi, balansimiz qancha turibdi, xo'p, marjamiz qancha, kunlik foyda qancha qildik, haftalik foyda, hammasini mana shu yoqda ko'rsatib turadi. Robot ishga tushdi. Bu yoqda mana e'tibor bersalar, smaylikchasi kulib turgan bo'lsa, robot ishlayotgan bo'ladi. Bu yoqda mana avtotargovlar. Agar avtotargovlarni bitta bossam bo'ldi. Savdo qilish taqiqlandi, ya'ni robot o'chdi. Qaytib yoqadigan bo'lsak, avtomatik mana yana robot ishga tushdi. Ya'ni robotni mana shu joydan bemalol o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Smaylikcha kulib turgan bo'lsa, robot ishlayotgan degani. Agar smaylikcha xafa bo'lib qolsa, значит robot o'chgan degani. Xo'p. Bitta valyutaga o'rnatib oldik. Endi ikkinchi valyutaga ham masalan o'rnatsak bo'ladi. Ikkinchi valyutaga ham
Tashlaymiz. Ikkinchi valyutaga o'tib oldik. Tashlaymiz. Albatta bunda ham litsenziya kalitini kiritish kerak. Undan keyin parametrlarni o'zimizga mos qilib belgilab olamiz. Bu default parametri. Shu parametr bilan ishlatishni biz tavsiya beramiz. OKni bosdik. Bo'ldi. Mana ishladi. Uje ikkita valyutaga bu robotimiz aktivlashdi. Bir paytda o'zida ikkita valyutada ham savdo qila oladi. Agarda $1000 pulingizni Sentry akkaunt qiladigan bo'lsangiz, Sentry akkauntda ham bemalol 4 ta valyutani qo'shib ishlatsangiz bo'ladi. Lekin agar $1000 ni $1000ligicha qo'ymoqchi bo'lsangiz, Sentry qilmasdan, u paytda uje ikkita valyuta tavsiya beriladi qo'shish. Bular uje riskni oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Mana shu ikkitani o'zi yetadi. Bo'ldi, serverga robotlar o'rnatildi, hammasi ishlayapti. Endi bemalol chiqib ketaversak ham bo'ladi. Aningni robotni qisqacha ishlashini ham ko'rsatib berib o'tib ketaman backtest orqali. Xo'p, mana bu yoqda parametrlari o'sha ko'rsatganimday. Deylik balansimizni masalan $1000lik balans 0.05 masalan lot qo'yib ko'ramiz. Bu men o'zim EURUSD valyutasini tanladim. 2025 0101 to bugungi kungacha qo'yilibdi. Xo'p, o'zi ishlashini ko'rasizlar. Buni bemalol o'zlaringiz ham backtest qilib ko'rsalaringiz bo'ladi. Backtest bo'yicha ham video qo'llanma tayyorlaymiz, xudo xolasa, uni ham joylab qo'yamiz. O'shani ko'rib, bilmaydiganlar bo'lsa o'rganib, backtest qilib ko'rsalaringiz ham bo'ladi robot ishlashini. Robot mana ishga tushdi, yanvar oyidan ishladi. Bu nima degani backtest? Backtest masalan 2025-yilning yanvar oyidan shu robotni ishlatganingizda to mana 11-oy 28-sanagacha qancha daromad qilgan bo'lardingiz. Shu narsani ko'rsatib beradi. Logika ishlashini ko'rsalaringiz buy take profit bilan yopildi. Sell ochdi, take profit bilan yopildi. Yana sell ochdi, bozor lekin biza kutgan tarafga, sell tarafga yurmadi, teskari ketib qoldi. Xuddi mana shu paytda ikkinchi sell martingale asosida qo'shiladi. Keyingi sell ham xuddi shunaqa martingale, ya'ni lotlarni oshirib boraveradi va atkat bergan paytda umumiy hisobda foydaga yopadi. Undan tashqari bunda take profitni yopishda juda ham optimal bir yechim qilganmiz. Bozor bezatkatni yurib ketaversa, сделка soni ochilib ketilaveradi. Bu joyda yana bir narsaga e'tibor beringlar. Distansiya dinamik, bir xil emas har doim. Punkt bilan o'lchab ko'rsataman. Distansiyasi mana 224 pipsda turibdi. Buning ustida esa uje 450. Bu bozorni ATR ob'yom bo'yicha ham analiz qiladi mana shu narsamiz smart yechim deganmiz mana shu narsani. Bu aqlli yechim bo'ladi. Distansiya har doim bir xil bo'lmaydi. Undan keyingi yana qilgan yechimimiz nima? Bu oddiy martingale robotlardan farq qiladi. Ancha-muncha juda aqlli narsa bu. Bu yoqda mana keyingi qilgan yechimimiz orderlar soni, ochiq orderlar soni 5 tadan oshadigan bo'lsa, birinchi ochgan orderimiz bilan o'sha oxirgi ochilgan 5-orderni, mana oxirgi ochilgan orderni bozor ozgina atkat bersa, yopib yuboradi. Qisqagina foydaga. Bu yoqda ham xuddi shu narsa bo'lgan. Bu narsadan maqsad nima? Bizda umumiy hisobda masalan 5 ta orderimiz bor edi. Endi ikkitasi kamaydi, 3 ta order qo'ydi. Bu bozor dalshi yana pastga qarab ketib qoladigan bo'lsa, riskimizni ancha-muncha kamaytirib, pasaytirib beradi va bizga uje yana 2 ta order ochishga dostupimiz bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib shotni страховка qilib beradi. Bu yoqda ham mana xuddi shu narsa ishladi. Birinchi order bilan oxirgi ochilgan order ikkalasi mana yopildi. Keyin bozor to'liq atkat bergan paytda qolgan сделкалар ham yopilib ketdi. Xuddi mana shunaqa tartib bilan ishlashini ko'rsalaringiz bo'ladi. Qisqacha ishlashi mana shunaqa. Agarda yana qanaqadir tushunmagan joylaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar adminga. Qo'ldan kelgancha yordam berib, foydaga chiqishlaringizga yordam beramiz, xudo xolasa. Bu robotimiz tekin, aytib o'taman, bu robot tekin. Chunki bundan oldingi chiqargan narsalarimizni ham ko'pchilik tekin narsalarni pulga olib sotayotgan ekan, shu uchun videoda ham aytib o'taman, bu robotimiz tekin. Yana pulga sotib yurmanglar. Natijalari zo'r. Bizda bu robotimizni 1 yillik statementlari ham bor, real shotda ishlab turgan. Biz chiqaradigan robotlarning hammasi ishonchli va sistema aniq tizimdan o'tgan va bu narsani biz o'zimiz yasaganmiz. Qanaqadir qayerdandir, kimdandir olmaganmiz. O'zimizning logika va 1 yillik statistikaga ega har bir chiqaradigan narsamiz. Ushbu indikatorimiz, ushbu robotimiz Brotech IT kompaniyasi tomonidan
yaratilindi va statistikalari ham Broadedge kompaniyasi tomonidan qilingan. Buni natijalarini pastda o'sha descriptionda saytimizda qo'yib qo'yganmiz. Bemalol kirib tanishib chiqsalaringiz ham bo'ladi. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi.